Hammaga assalomu alaykum. TestChoose'ning yana bir foydali qo'llanma videosiga xush kelibsiz. Demak, bugungi videomizda biz qanday qilib testlarni javobini tekshirish, ya'ni titul varaqalarini tekshirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun hozir videoni telefon formatiga o'tkazaman va telefon formatida sizlarga batafsil ma'lumot beraman. Ketdik. Ilovani yuklab olishimiz uchun demak bizga Premarket ilovasi yoki iOS platformalarga kirsangiz bo'ladi bemalol. Demak, bu yerda biz TestChoose deb yozishimiz kerak bo'ladi. TestChoose deb yozganimizdan keyin mana bu yerda mana bu Cook logotipi testchi programmasiga kiramiz. Va buni albatta yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Yuklab olganingizdan keyin Open tugmasini bosib ilovani ochasiz va bu yerda sizning login parolingizni so'raydi. Ya'ni login parolingiz bu saytda qaysi login parolga ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, aynan o'sha login parolni bu yoqqa kiritishingiz kerak bo'ladi. Demak, kirib olganimizdan keyin bizning akkauntimiz yaratilgan. Test kitobchalar bu yerda ko'rinib turadi. Birortasini ustiga bosamiz. Misol uchun Snow testni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerda biz o'zimiz tayyor titul varaqamiz bo'ladi. O'shani Scan Paper tugmasini bosgan holda skaner qilib olishimiz kerak bo'ladi. Skaner qilish jarayonimizda mana bu 4 ta chiziqni, mana bu 4 ta kattaga to'g'ri qiladigan bo'lsak, yashil bo'lgandan keyingina mana bunaqa avtomatik holatda bizga mana shunday rasm chiqib keladi. Ya'ni bu titul varaqamiz. Va endi biz Review Paper tugmasini bosgan holda Search tugmasini bosamiz va bu yerda bizning barcha o'quvchilarimizning yechgan testlari va ballari chiqib keladi. Va birortasini ichiga kirib turib, mana bunday holatda ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerda shu o'quvchining olgan balla va yechgan testlarida ko'rinib turibdi.